Yo, what's up bolalar? Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan birgalikda men o'sha Saidjon Gamer, ya'ni Said Gamer. Xulosa do'stlar, bugungi videomizda Bedrock Edition uchun, ya'ni seriallar uchun top 3 ta modni ko'rsatib o'taman va video oxirida bo'lsa bularni yuklashni ham o'rgataman do'stlar. Aytib qo'yay, bu 1.20 versiya, men o'ynayotgan versiya, boshqa versiyalarga tushadimi yo'qmi bilmadim, lekin men 1.20 versiyada o'ynayman do'stlar. Xulosa do'stlar, agar video boshlashdan oldin, ya'ni video boshlashdan oldin like, obuna bo'lib qolish esingizdan chiqmasin. Bo'lmasa biz boshladik do'stlar. Birinchi o'rinda bizning modimiz device modi do'stlar. Qaranglar, вообще нереal. Wow, просто так. Qaranglar. Wow, просто так. Sizlarga jichasini ko'rsam, qo'yganlarni o'zinglar o'rnatasizlar, xullas. Ketasizlar, xullas, hamma narsalar olyapman mana. Televizor, bu yerda notebooklar ham bor. Green, red, blue, purple, mana. Buni olaman do'stlar. Qaranglar do'stlar, barchasini ko'rsatib o'tirgim kelmayapti. Bir qator olaman bo'ladi do'stlar. Chunki o'zinglar ko'rib olasizlar, qolganlarni nima kerak bor do'stlar, to'g'rimi? Xullas do'stlar, mana olyapman. Bundan ham olamiz va bo'ldi. Bu yoqda bo'lsangiz ham, bu yoqda ham bor do'stlar. Xo'p. Do'stlar, hozir do'stlar, qo'yganlarimni pauza qilmasam hozir 9 minutlarni olib ketadi do'stlar. Bo'lmasam pauza qilaman, qo'yganlarni o'zinglar ko'rib olasizlar. Mana do'stlar, o'sha anchasini qo'yib qo'ydim do'stlar. Qaranglar do'stlar, вообще нереal mod, qaranglar, просто так. Chunki bularni agar barchasini o'rgatsam, yo do'stlar, WhatsApp bo'lib ketadi do'stlar. Xullas, mana shunday narsalar bor do'stlar. Men bu yerda bo'lsa monitor, bu lekin oldingisi yaxshiroq, nargisi, mana bunisi. Qaranglar do'stlar, bu stolni bu yoqqa qo'yishga вообще нереal turadi, bemalol o'tirasizlar. Bu yoqqa bitta bossanglar yana o'tiradi, bu yoqqa ham bitta bossanglar bu yoqqa o'tiradi. Xullas, juda ham zo'r do'stlar, вообще. Mod nima deyapti do'stlar? Mod nima deyapti? Вообще нереal mod, qaranglar, просто так. Вообще, yo, WhatsApp yoqqa qo'ysa, bemalol Among Us yoki anime ko'rib o'tirsanglar bo'ladi yoki Minecraft. Xullas do'stlar, biz endi nima qilamiz? Keyingi modga o'tamiz. Nima qilamiz? Do'stlar, mana keyingi modimiz bo'lsa, hammaga kerak bo'lgan seriallar uchun F5 modi do'stlar. Wow, просто temon qaranglar, F5 modini. Просто xullas qaranglar, sizlar video olayapsizlar-da, gapiryapsizlar, shunday qilib turib qiynalib turib, qaranglar. Qiynalib, ne bosmaysizlar-da, просто ne bosasizlar. Qarang, shunday настройкаga kirib, to'xtanglar, F5 mod bo'lsa bo'lmaydi, bunday qilasiz. Shunday настройкаga kirasizlar-da, shunday qilib turib video bo'lma qani, video. Mana qaranglar, mana video bo'lmaga o'tib, mana bu yuzinglarni o'zgartirib, keyin yana 2 sekund gapirib, keyin yana настройкаga kirib o'tmaysizlar-da, shunday qilib turib bitta tugmani bosib qo'yasizlar. Shu bo'ldi. Nimasi qiyin do'stlar? Nimasi qiyin? Buni ham o'rgataman yuklashni do'stlar. Wow, просто. Do'stlar, juda ham seriallarga mos bo'ldi do'stlar. Juda ham zo'r bu mod. Qaranglar do'stlar, bu mod ancha qisqa bo'ladi, chunki oddiy ko'rsatadigan narsalari ham yo'q-ku bu F5 modda. To'g'rimi do'stlar? Ana endi keyingi modga o'tamiz. Nima ham dedik-yo? Qarang, bemalol bosasizlar, qo'yasizlar. Do'stlar, sizlar mana bu uchidan ko'rasizlar, to'g'rimi? Bu modni nimaligini. To'g'rimi? Topdinglar, to'g'ri, qurol modida. Xullas do'stlar, bu 3-modimiz qurol modi. Вообще qat'iy mod. Bo'tamas. Wow, просто temon qaranglar. Yo-mayo, вообще нереal, ko'mon qaranglar. Voy, nima deyapti? Yo do'stlar, yo WhatsApp. Voy, mana bu qurollarni qaranglar. Вообще granata, dimga o'xshagan narsa. Вообще mod nima deyapti do'stlar? Dahshatligini qaranglar. Sizlar to'g'ri, bular oddiy qurollar-ku, oddiy otadi. Unchalik animatsiyasi ham yo'q, g'alati desanglar, adashgan bo'lasizlar. Hozir ko'rsataman va
tez yuklashga tushib ketasizlar do'stlar. Yo, Karl, tasavvur qilyapsizlarmi do'stlar? Qaralar. Bunisi bag bo'lib qoldi. Qaralar. U ana do'stlar ko'rdinglar. What the hell? Do'stlar. Mana shuni animatsiyasiga necha baho berasizlar qaralar. Просто так. Qaralar o'chir. Wow, yo, what's up, bro? Qaralar, yo, mayo. Qaralar o'chishni animatsiya qaralar. Techgrams modda yaxshimi bilmadim, lekin Techgrams modda ko'p qurollar bor, lekin buni animatsiyasi вообще нереально qaralar. Wow, просто так. Yo, deb o'rasam qaralar ovozini chiqaradi. Yo, deb o'rasam, yo, mayo. Просто так mazza bo'lgan qaralar. Bunaqa modlar bular, yo, mayo. Zombi qurshovidagi har xil videolar bo'ladi, zombi apokalipsiyalar. Yo, men qaralar o'tishini bilan 3D guns. Ular вообще dahshat bo'lgan qaralar. Yo, mayo. Вообще dahshat u. Qaralar uchayotganlarcha tekkandan keyin qaralar nima bo'lyapti? Qizil bo'lyapti. To'g'rimi? Qaralar, ana qaytib ketyapti do'stlar. Bu yoqqa ching bu ana. Qizil bu qaytib ketyapti, ko'ryapsizlarmi? Mana bu bo'lsa, bu kostilmi nima? Qani? Yo, akimga o'xshaydi do'stlar, qaralar. Do'stlar, akimga o'xshaydi. Yo'q, akimmi? Lekin akimga o'xshaydi. Bu pislik qaralar, dahshatli. Bu bo'lsa PUBG'da M416 deyiladi. Mana PUBG o'ynaman do'stlar, Вообще, men qaralar M416. Wow, просто это очень qaralar buni. Animatsiya yo'qdir, eng qizig'i animatsiya qaralar. Wow, просто это bu Skarelga o'xshagan do'stlar, mana Skarelga o'xshaydi, juda ham o'xshaydi. Qaralar. Skarelga o'xshaydi bu. Do'stlar, juda zo'r mod, ko'p turganinglardek. Bu qurol modni ham o'rnatishni o'rgataman do'stlar, sizlar uchun. O'zi buni ko'rsatmoqchi emasdim, chunki agar ko'rsatsam butun hamma yoq men ko'rsatgan qurol bilan to'lib ketadi va ko'pchilik mana shu quroldan ishlatadi va men agar bitta video chiqarsam nima deydi, xullas daddalar ketadi, xullas. O'shaning uchun negativlar bundan chopgansan deydi. O'shaning uchun do'stlar ko'rsatmoqchi emasdim. Men sizlar uchun mana shunday ko'rsatyapman do'stlar. Bomba. Вообще, bunqalar bombada Skarelda ikkita qo'yibman. Mana qaralar nima deyapti? Edit uchun вообще dahshatli. Shuni animatsiya qaralar. Uzoqqa ketib qoldi, qaralar. Qaralar, cho'chqaga qaralar. Yo, o'tganni ko'rdinglarmi? Yo. Qo'q tashadi ko'rdinglarmi? Вообще nereal bu mod. O'ynashmanglar bu mod bilan. Yo, what's up bro? Menga telefon qilib qolishdi, o'shaning uchun do'stlar mod nima deyapti do'stlar? Wow, просто так. Yo, men quril o'tyapti. Menga yerdan buzmadi. Tushunmadim. Lekin do'stlar, edit uchun shunaqa birota o'rtog'inglarcha Creeperga aylanib o'tadi, keyin uylanib shuni portlatadi-da, keyin portlatgandan keyin o'rtog'inglar uyquda o'tgan bo'lganda shunday qilib turib, lekin uni YouTube'da xalqi Creeper deb o'ylashadi-da, keyin shunday qilib turib o'rtog'inglar o'ldirib turib. Shuni qo'llagan uni. Qaralar buni drabash deb otishni qaralar. Yo, bu qaralar. Bu bo'lsa Kastov. Bu ham xuddi o'sha Kastov. Bilmadim nimaga. Kastovlar ko'pmi? Buni ushlab ko'rmanglar, bu umuman qo'lda chiqmaydi. Bo'ladi, lekin bilmadim. Bu 1.20. Granata qaralar oddiy qo'l turadi, lekin shuni bosib turasizlar-da. Throwing grenade. Wow, просто bo'ladi. Xullas, yana ko'rsataman do'stlar, bu granata menga juda ham yoqadi, qaralar. Ushlab turasizlar-da, sotasizlar. Do'stlar, mana bu sariq yoki vaqt. Men nima qildim bunga? Nima qildim men hozir masalan? Birasa qildimmi men birovga? Esa u
otilmaydi. Yo, buni ko'rdinglarmi? Granatani itida bu. Qaralar buni. Do'stlar, shamollamayman. Qaralar. Wow, просто granatam sen granata. Bu bo'lsa juda ham zo'r narsa qaralar. PUBG ekanmi? Lekin PUBGda tepaga o'tadi. Bu bo'lsa pastga turadi, durib tushiradi qaralar. Yer qizil bo'lib turadi-da, shunday turadi-da. Endi samolyot o'tmaydi, просто shunday mana yo'q bo'lgandan keyin tippa-tip durib tushadi. Mana, ko'rdinglarmi? Lekin bizni aldashibdi. Buning ichidan balo ham chiqmas ekan. O'zi nima kerak? Bo'lmasa balo ham chiqmasa, to'g'rimi do'stlar? Keraklisini olish kerak edi-da do'stlar. Mayda daraxtda. Buni do'stlar, buni. Ko'rib turibsizlar, rasmida juda ham dahshat. Qaralar. Kechasi qilaylik, keyin ertalab taqlamiz qaralar. Qaralar. Oppa. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yo. Yo'qlaganini do'stlar, mud bo'lyapti. Voy, bot. Вообще dahshat ko'ryapsizlarmi? Ertalab qaraydi. Вообще mudma deyapti do'stlar. Вообще dahshat. Yo, mana shu qurol mod hammaga yoqqan bo'lsa kerak, to'g'rimi do'stlar? Mana bular nima deysanglar, bu kiyimlar do'stlar. Hozir ko'rsaman sizlarga, qaranglar. Mana kiyimlar bu bo'lsa, bu nima bu? Bu nima bu o'zi? Ha, bu kiyimlarni yo'qotadigan. Hozir ko'rsaman sizlarga. Qaranglar. Qaranglar. Hop, mana. Shunday qilib bu Rossiyaniki qaranglar. Вообще dahshat do'stlar. Zo'rmi? Yo, bu bo'lsa Amerikaniki do'stlar. Wow. Qochibdir. Sharida bo'ldi. O'ynashmay, videomga qatnashmang. Shu kutingga sho'laman. Qaranglar do'stlar. Ekan bu kimlar yo'qotib beradi do'stlar? Вообще dahshat. Xullas mana ko'rsatdim barchasini. Yo, biznes qilsa bo'ladi do'stlar, qaranglar. Oltin kiyimlarni sotib do'stlar, jitellar. Olamiz dedi. Do'stlar, jitelcha gapiraymi? Qaranglar. Sen gapirayapsan? Xullas, o'xshadim do'stlar. O'shasa bitta dona obuna va like bosib qo'yinglar. Okey do'stlar, ana endi mana buni ko'rsanglar, вообще qaranglar, tepamda bir turibdi. Bu bildiradi, chunki agar dushmanlar sizni otib tashlamaydi, agar amerikaliklar bo'lsa do'stlar. Вообще dahshat modmo qaranglar. Miniganni qo'lingizga berib qo'yadi-da. To'xtanglar, men buni yo'qotib tashlay yo'qnapti. Hop, qanida? Mana. Shuni olamizda, shuni yoqtirib bitta bosamiz. Ana bir yo'q qoldi do'stlar. Endi bo'ldi. Qaranglar, biz endi begunoh odamlarmiz. Lekin bizning qo'limizda minigun bor. Qaranglar do'stlar. Animatsiyasini qaranglar. Yo, qo'rqib tashlaydi do'stlar, qaranglar. Просто bomba. Qo'rqib tashlaydi, qaranglar. Uni to'xtatsa ham bo'lar, qaranglar. Qaranglar uchun. Ana to'xtadi. Qo'rqib tashlashlar bo'lar. Вообще dahshat bu. Nima deyapsizlar? O'ynashmaylar. Xullas, edit uchun juda ham zo'r. Agar mana bu kiyimni yechib tashlasangiz, buni menigan bilan otib bo'lmaydi. Nimaga kiyimni kiysanglar otib bo'ladi. O'zim ham boshida tushunmadim nimaga kiyim otib bo'lmayapti meniganda deb. Keyin bo'lsa, do'stlar, ana endi biz bu modni o'rnatishga o'tamiz do'stlar. Yo, Carl do'stlar. Qarang, birinchi o'rinda sizlarga Play Market kerak bo'ladi. Play Marketga shunday poysiga kirasizlarda, shunday qilib turib addons deb yozasizlar. Addons deb yozgandan keyin mana shunday o'yinga chiqib keladi. Mana bu birinchisagina bosasizlar, yuklaygandan keyin открытibda bosasizlarda, keyin kirib ketadi do'stlar. Birinchi modimizni hozir sizlarga ko'rsataman do'stlar. Qaranglar. Ey, what's up? Biroq qaranglar.
Yo, what's up bro? Hop, bir addonsga kirgan yilidan keyin do'stlar kirasizlar-yu, mana shunday hozir. Mana shunday oyna chiqadi do'stlar sizlarda. Mana shunday oyna chiqqandan keyin poiskaga kirib, bu poiskaga kirgandan keyin shunday qilib turib butga gun deb yozadi. Keyin mana shunday oyna chiqib keladi do'stlar. Sizlarda gun degandan keyin shuni pastroq o'tasizlar. Mana modern military degan ana bor do'stlar, mod bor. Mana shuni yuklaysiz do'stlar. Bu open turmaydi. Mana bu get turadi. Bu joydagi ko'k bo'lib turadi. Keyin open turadi, siyoh rang bo'lib, keyin ustiga bitta bosib o'yinga kirib ketaverasizlar. Ikkinchi modimiz bo'lsa device modi. Bu ham mana shu ilovada bo'ladi. Device modi qaranglar. Shunday K deb yozasizlar. Qaranglar do'stlar, device deb yozasizlar. Mana shu ikkinchisida turgan bosasizlar. Sirada open turmaydi, get turadi. Getdan keyin reklama bo'ladi, bosganingizdan keyin open bo'ladi. Keyin open ustiga bitta bosib, keyin Minecraftga sira kirib ketadi do'stlar. Xullas do'stlar, bizning keyingi modimiz F5 modi. To'g'ri, YouTube'larda juda ham ko'p, lekin u Telegram kanallaridan topa olmayapsizmi, to'g'rimi? Qaranglar, men ham mana shu F5 modini Baxus akamizdan yuklayman do'stlar. Juda ham zo'r modlar chiqaradi. Va qaysi biri zo'rligiga ukam baho beradi 1 dan 10 gacha. Let's go. Like mod kanal deganni pastiga bitta silkani bosasizlarda, bosgandan keyin mana Baxus'ni o'zlarini kanallariga olib kirib ketadi, qaranglar. Kanallariga qaranglar. Olib kirib ketdi do'stlar, qaranglar. Bu yerdan F5 modni topa olmayapsiz, to'g'rimi do'stlar? Qaranglar, shunday poiskaga kirasizlarda qaranglar F keyin 5 deb yozasizlar. F5 degandan keyin mana F5 modini ustiga bitta bosasizlar, qaranglar. Shuni bosasizlar, mana teparoqqa chiqsanglar, mana F5 modini o'zi ham pastida bo'lsa, mana yuklanadigan ham bo'ladi. Prosta ustiga bitta bosib o'tib ketaverasizlar. Qaranglar, bunaqa turadi, ochilmagan. Ochganingizdan keyin bunaqa pakkani ustiga bitta bosasizlar. Qaranglar, shuni bitta bosasizlar, mana shunday oyna chiqadi. Bir xillarda chiqmaydi. Shunday Minecraft ustiga bitta bosib kirib ketaverasizlar o'yinga. Xolos do'stlar, bugungi videomiz o'z nihoyasiga yetdi do'stlar. Agar video yoqqan bo'lsa, like, obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin, chunki biz axir usta bo'lmoqchimiz do'stlar. Hammaga xayr.